Bu yerda ko'rib turganingizdek notariusdan shuni tushganimizda chap qo'limizda Tinchlik ko'chasida bitta turar joyimiz sotiladi. Lekin bu yerda ko'pchilik yosh kattalar ham Mira ko'cha deb atashadi. O'sha Mira ko'chamizda bitta turar joyimiz bor. Xo'p, ko'rib turganingizdek asfaltlari qilingan, yangi to'klari bor. Bitta shu kanalizatsiya sistemasi qilinmagan. Aybi shu. Xo'p, uyimizga keladigan bo'lsak, xo'p, 14 jichakam 14 sotiq joyimiz. Ko'rganingizdek, kirish qismi ikkita. Xohlaganlar buni yarim qilib olsa ham bo'laveradi. Xohlaganlar bu tomonini, xohlaganlar bu tomonini. Chunki bu uyimiz ikkita Hasanboy va Husanboylarga moslab turib qurilgan. Ya'ni bir xil. Xo'p, bu yoqda mana ko'rib turganingizdek, bu yoqda ham kirish qismi bor. Xohlasanglar, bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Demak, hozir sizlar bilan ichkari qismini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, sotiqi почти 14 sotiq. Kirish qismini hozir bu yerdan kirib videoni boshlaymiz. Ichkarilar ham dahshat, molxona, qo'yxonalari bor. Hozir birgalikda ko'ramiz. Darvozadan kirganimizdayoq mana ko'rib turibsizlar, kirish qismi ham juda ham chiroyli, baland qurilgan. 6 ta xonalari mavjud. Xonalari ko'ryapsizlar, betonlari ham juda ham mustahkam 2 qavat qilib qurilgan. Hop, bu yoqda ko'rib turganingizdek, bu joyimiz molxona. Molxona ham to'yxona bo'lib yotibdi. Vaqsha katta. Orqa tomonida qo'yxonalari ham mavjud. Hali aytganimdek, Hasanboy va Husanboylarga mo'ljallab bu uyimiz qurilgan. Ikkala tomon ham bir xil, kirish qismi ham, ichkari qismi ham. Bu yoqda 3 xona, bu yoqda 3 xona. Kadastr hujjatlaridan umuman muammo yo'q. Dokumentga tayyor qilib qo'yilgan, pulini notariusda sanaysizlar. Xullas, pasta raqamlarni qoldirganmiz. Sotiqini bilasizlar. Sentr joylardagi narx-navosi yaxshigina turadi. Xo'p, bu yerda aytadigan narxim sizni lol qoldirishi aniq. Bu turar joyimizning narxini, sotiqini 10 mingdan gaplashsanglar bo'laveradi. Pasta raqamlarni qoldirganmiz. Joninglar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sizlar bilan G'ulomiy bo'ldi. Mana shunaqa turar joy yoki avtomashinalar bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilib beramiz.